Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yoshi 35 dan oshgan, ayniqsa umrining yarmini og'ir mehnatda, dalada, qurilishda yoki kun bo'yi ofisda stolga mixlanib o'tkazgan aka-ukalar, opa-singillar. Ertalab turganingizda belingiz qotib qolyaptimi? Yo bo'lmasa tizzangiz xuddi ichiga qum solib qo'ygandek qirsillab, zinalardan chiqayotganda xuddi joningiz chiqib ketayotgandek bo'lyaptimi? Darrov dorixonaga yugurib og'riq qoldiradigan ukol qidirasiz, to'g'rimi? Ukol ta'siri 3 kun turadi, keyin yana o'sha eski hammom, eski tos. Bugun men sizga travmatolog shifokor sifatida hech qanday qiyin tibbiy so'zlarsiz tizzangiz nima uchun og'riyotganini va bu dardni qanday qilib ildizi bilan davolash mumkinligini tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, foydasi tegadi. Keling avval kasalliklar haqida gaplashaylik. Menga keladigan bemorlar ko'p aytadi. Doktor, menda artroz ekan, menda osteoxondroz ekan. Bular o'zi nima deb. Osteoartroz va gonartroz. Buni oddiy qilib bo'g'imlarning eskishi yoki qarishi ham deyishimiz mumkin. Mashinangiz bolaning orasida rezina bo'ladi-ku, ishqalanib ketmasligi uchun. Tizzamizda ham xuddi shunday tog'ay degan rezina bor. Yosh o'tishi bilan ortiqcha vazn oshganda yoki og'ir yuk ko'targanda shu rezina yupqalashib, yeyilib ketadi. Keyin suyak-suyakka ishqalana boshlaydi. Tizzangizdagi o'sha qirsillash va og'riq suyaklarning bir-biriga tegishi natijasida, urilish natijasida chiqadi. Osteoxondroz, bel va bo'yim og'riqlari. Umurtqa pog'onamiz o'rtasida prujinaga o'xshash disklar bor. Uzoq vaqt o'tirib ishlash, sovuq qotish yoki yuk ko'tarish orqasidan shu disklar suvsizlanib, yassi bo'lib qoladi. Keyin bel og'riydi, ba'zida oyoq yoki qo'llar uyushib qoladi. Artrit va poliartrit. Bu esa bo'g'imlarning ichining shamollashi, ya'ni yallig'lanishi hisoblanadi. Ertalab tursangiz ham bo'g'imlaringiz shishgan, qizargan va og'riyotgan bo'ladi. Xo'sh, bularni qanday davolaymiz? Faqat og'riq qoldiruvchi dorilar ichib yurish bu chirigan devorni ustidan shuvoq qilib qo'yish bilan teng. Devor baribir bir kun yiqiladi. Bizga devorning g'ishtini, sementini mustahkamlaydigan kompleks davo kerak. Mana shu sababli men bemorlarimga Guard kompleksini tavsiya qilaman. Nega bitta dori emas, butun bir kompleks? Chunki boya aytdim-ku, bo'g'imda bir vaqtning o'zida og'riq ham bor, shish ham bor, suyak zaiflashuvi va tog'ay yeyish ham bor. Ularning hammasiga bitta dori kuchi yetmaydi. Guard kompleksi esa ushbu muammolarga 4 tomonlama zarba beradi. Birinchi mahsulot Guard Basvelia. Bu nima? Bu yallig'lanishga qarshi mutlaqo tabiiy o'simlik ekstrakti. Biz ko'p ichadigan kimyoviy og'riq qoldiruvchi dorilar bor-ku, ular oshqozonni teshib yuboradi, jigar, buyrakni rasvo qiladi. Basvelia esa tabiiy yo'l bilan bo'g'imdagi shishni qaytaradi, yallig'lanishni oladi va og'riqni qoldiradi. Oshqozonga ham zarar qilmaydi. Ikkinchi mahsulot Guard Collagen. Bu o'sha biz aytgan tizzadagi yeyilgan rezinani, ya'ni tog'ayni joyiga keltirishga qurilish materiali hisoblanadi. Ichida kollagen, glukozamin va xondroitin bor. Bular nima qiladi? Bo'g'imning ichiga kirib, ularning moyini ko'paytiradi, ishqalanishni kamaytiradi. Tizzangiz xuddi yog'langan zanjirdek silliq harakat qiladigan bo'ladi. Uchinchi mahsulot Guard multivitamin. Suyaklarni mustahkamlash uchun kalsiy kerak, to'g'rimi? Lekin bozordagi oddiy kalsiyni ichsangiz, u suyakka bormay, buyrakda tosh bo'lib qolishi mumkin. Guard multivitamin tarkibida kalsiy, vitamin D3 va K2 bor. K2 vitamin xuddi yo'l ko'rsatuvchi militsiyaga o'xshaydi. Kalsiyni qo'lidan ushlab, to'g'ridan-to'g'ri suyakning ichiga olib kirib joylashtiradi. Magniy va rux esa mushaklarni bo'shashtirib, beldagi og'riqlarni qoldiradi. 4-mahsulot Guard Shilajit. Bu krem ko'rinishida bo'lib, bu endi sizga tez yordam shaklida yordam beradi. Tarkibida tog' mumyosi, shilajit, mentol, evkalipt moyi bor. Buni og'riyotgan joyga surtsangiz, mazza qilib muzlatadi. Qon aylanishini yaxshilab, og'riq va mushak tarangligini o'sha zahotiyoq yengillashtirib beradi. Aka-ukalar, opa-singillar, dori qanchalik yaxshi bo'lmasin, uni vaqtida tartibi bilan ichmasangiz, foydasi bo'lmaydi. Quloq soling. Buni ichish tartibi juda oson, xuddi reja bilan qilinadi. Ertalab nonushta paytida bitta tabletka Guard Basvelia va bitta tabletka Guard multivitamin ichasiz. Bular ertalabdan kun bo'yi bo'g'imlaringiz og'rimay, quvvatli bo'lib yurishi uchun poydevor qo'yadi. Kunduzi tushlikdan keyin bir marta Guard Collagen Matrix kompleksini qabul qilasiz. Bu kunning oqshomgacha bo'g'im ichidagi tog'aylarni oziqlantirib, tiklanishda yordam beradi. Kechqurun kechki ovqat bilan yana bitta tabletka Guard Basvelia va bitta tabletka Guard multivitamin ichasiz. Nega? Chunki odam yotganda bo'g'imlar qotib qoladi. Bu dorilar kechasi bilan suyak to'qimalarini tiklaydi va saharda belingiz qotib, og'rib turishini oldini oladi. Guard Shilajit mazini og'rigan tizzangizga, belingizga yoki bo'yningizga
kuniga 2-3 marta yupqa qilib surtib, yengil uqalab qo'yasiz. Ichki dorilar ichkaridan davolasa, bu krem tashqaridan yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, azizlar, og'riqqa chidab yurish kerak emas. Yoshim o'tdi-da deb tizzani quchoqlab o'tirish ham noto'g'ri. Harakat bu hayot. Bo'g'imlaringiz sizga uzoq yillar xizmat qilishi uchun ularga vaqtida qarash kerak. Agarda sizda ham artroz, osteoxondroz yoki bel, oyoq og'riqlari bo'lsa, vaqti bilan qotishlar qiynayotgan bo'lsa, shifokor sifatida sizga mana shu Guard kompleksini tavsiya qilaman. O'zingizni asrang, sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Mahsulotni qayerdan olish va batafsil ma'lumotni video ostidagi izohlarda qoldiramiz. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozing. Vaqt topib albatta javob beramiz. Salomat bo'ling.